Xudo xohlasa bu obyektimizni ham topshirdik. 5 ta laminat eshikni yasab berdik klientimizga. Adnalichkasi bor oldida, tepasida koronasi bor. Xo'sh, zamoklar ochilib yopilish cho'tka. O'zi magnitli. Sanuzelli. Bu mehmonxonaniki. Bu zalga o'rnatib berdi. Orqalarini ta'mirli chiroyli qilib berdi. Orqada adnalichkalari bilan xudo xohlasa chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Manzil Qo'yliq Xonobod mahallasi.